4-chi bob jasad egisi. Ana, hashpash degucha Vanling 4 ko'zi bilan kutgan keyingi haftami yetib keldi. Shu oqshomgi ishdan keyin Vanling bu kunning kelishini taqozolik bilan kutib o'tdi. Chunki bu kun Laoyangning qotili bo'lgan Vanlingga ham qas qilmoqchi bo'lgan So'rin Talatdan hisob oladigan kun edi. Uning ustiga hech kim So'rin Talatning orqa ko'rinishini bilmagach, uning qamarxonaga kelishini kutishdan boshqa amalimi yo'q edi. Shu oqshomgi ishni o'ylasila, Vanlingning So'rin Talatni bo'g'ib o'ltirib atkisi keladi. Lekin uning undaq oson o'lishini xohlamaydi. O, Laoyangni qandoq o'ltirgan bo'lsa, So'rin Talatni shu xil usul bilan o'ltirmoqchi edi. Buning uchun Vanling cho'qim yong'inning deganda qilishi kerak edi. Hargizmi aldiroqsonlik bilan ish qilishga bo'lmaydi. O bugun saharda nashtanimi chalibuli qilibla qamarxonaga qarab maqdi. U qamarxonaga kelganda qamarxonami amdilik ichilgan bo'lib, ichidagi mulozimlardan boshqa kishilarmi texi kammagan edi. Ajab, sahardil kelib qopsiz-ku aka. Qarg'anda qalpiqingizni bak yaxshi ko'rkansiz-da? Ha, shundoq ukam. O qalpoq menga ayolim rahmatlikdan qolgan. Shunga uni jinimdan aziz ko'raman degina. Ha, mundaqda. Haqiqatanmi isladamkansiz. Yangam o'lib ketgili shuncha uzun bo'lsa-mu, uni yanil ashundaq yaxshi ko'rkansiz. Laoyang akammi sizni bakli maqtab beradi. Afsus, o baldiril ketib qoldi emasmi? Laoyangning ismini anglash bilanla Vanlingning ko'ngli yerim bo'ldi. Vanling ayoli tugab ketgandan keyin u shahardagi bolalarining qishig'i ketishni xohlamay, yanala shu ko'ni uyda qolib qoldi. Bolalarning xizmati shaharda bo'lg'ash, uning qishig'i oyda bir qitim degudak orollik keladi. Qolgan vaqtlarda bo'lsa, uningga Laoyang hamroh bo'ladi. Mayli xushalliq vaqtlar bo'lsin, mayli ko'ngilsiz vaqtlar bo'lsin, Laoyang har doim uning qishidan ayrilmaydi. Asosligi u Vanlingning ko'nglini tushunadi. Uning ko'nglini qandoq elishni biladi. Qisqasi, ularning bu munosabati ba'zida bir tuqqan qarindoshlarni besib tushadi. Ularning bu do'stligiga yezdikilarmi qoyil edi. Bir qitim Laoyang ehtiyotsizlikdan o'g'zidan yiqilib tushib, eg'ir yorlandi. Bu vaqtda uning bolalari shaharda bo'lg'ash, uningga qaraydigan odami yo'q edi. Bu ishdan xabar topgan Laoyang qilayotgan ishiga qaramasdan darhol Vanlingning qishig'i keldi. Ularning uyi yezi bozoridan yiroq bo'lg'ash, doktorxona bilan bo'lgan orlig'i bir necha kilometr keladi. Uning ustiga bu yezning yo'llari toza ravon bo'lmag'ach, qatnash qis edi. Mana mushundaq jiddiy ahvolda Laoyang qilchi ikkilanmasdan Vanlingni necha kilometr yiroqlikdagi doktorxonaga yutib opardi. Orliq yiroq bo'lg'ash, Vanling bak qansirab ketgan edi. Doktorlar uningga jiddiy qon berish lozimligini, bo'lmasa hayotiga xavf yetadiganligini aytdi. Qerishqandek doktorxonadan uningga mos kelgudak qon tepilmadi. Laoyangning qinini tekshiruvdi, Vanlingning qini bilan o'xshash chiqdi. Laoyang doktorlarning siz ko'p yo'l mengib ziyoda charchab ketibsiz. Bundaq ahvolda qon berish to'limi xatarli deyishiga pisand qilmasdan, do'stim o'lim oldida tursa, men uning o'lib ketishiga qandoqmi chidab tura olmayman. Har qanday oqibat kelib chiqsa, o'zim ega deb doktorlarni qoyil qilib, Vanlingni qutqizib qolgan edi. Shunga Vanlingning jinini olqonga ep qo'yib, Laoyangning intiqomini ilish uchun kuchishi ajablanarlik emas edi. Uning xiyolga cho'kib ketganligini ko'rgan mulozim yigit ortiq so'zlab qo'yganligini his qilib eg'iz ochdi. Kechiring aka, ortiq so'zlab qo'yibdiman. Hozirda baldur, yilqi kishi bundaq baldur kelmasligi mumkin. Uninggacha sizga bir botolka keltiraymi? Ha, bo'ldi, hech qisi yo'q edi. Turibli Laoyangni xiyol qilib qopdiman. Amsa deganingdek bo'lsin.
lekin cho'qim menga ulpat bo'lish bamsan bo'lmaydi. Wang Ling shundoq degenicha bulungdagi ancha ko'zga chiliqmaydigan ustalga berib o'ltirdi. Mulozim yigitmi uningga qarab ma'qul degan ma'noda beshini lingshitdi. Bu vaqtda qamarxonagami birdan ikkidan odamlar kirishga boshlagan edi. Ikkaylan burunqi ishlarni so'zlashib xeyli uzungacha ichishdi. Kun tush vaqti bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ilqi so'rin talatning soyisimi ko'rinmaydi. Buningdan sal g'alaytlik his qilgan mulozim yigit eg'iz ochdi. Bu qandaqsiga ajab texchi kilaydimaydi-g'o. Ya'ni uftirib etishidan qo'rqib kelmay qolmasa? Ondaq bo'lmaydi. O xiyolida meni kilanmaydi deb o'ylayotgan chig'i. Shuni bu yerga kelishga ancha aldirab ketmaydi. Balkim amdiroq gap qilishi mumkin. Wang Lingning gapini anglab, mulozim yigit hayron bo'lib so'radi. Bu sizning nim deganingiz? U nimishqa sizni kilanmay deb o'ylag'dak? Hech nima, mundaq deb qo'ydim shu. Dedi Wang Ling ishidikini yoshirib. Demisimi, Wang Lingning aytgani to'g'ri edi. So'rin talatning nazarida Wang Ling allaqachon o'lgan. Shunga o'lik odam uning bilan qamar o'ynag'ili kelanmaydi. Shunlashqa so'rin talatningmi kechikib kelishi ancha hayron qolarlik emas edi. Ularning parangi texi tugumasdilla so'rin talat kirib keldi. U beshiga Wang Lingning qalpig'ini kiyib olgan bo'lib, turqidan nihoyat xushal ko'rinadi. Bu vaqtda qamarxondagi boshqa qamarvozlarmi xuddi so'rin talatning kelishini saqlab turgandek o'yinlarini tashlab uning atrofiga to'plashdi. So'rin talatmi atrofidagilar bilan bo'lib, bulungda o'ltirgan Wang Lingni ko'midi. Qayta so'rin tuzilib, qamarmi qayta boshlanib bo'lgan edi. Bu vaqtda Wang Ling asta o'rnidan turib, qamar o'ynayotgan so'rin talatning qishig'i kelib eg'iz ochdi. Ha, qalpiqimni qaytirib berdigan vaqting bo'p qoldi-ku deyman. Qaysi qalpaqni deysan? Dedi so'rin talat beshini ko'tirmasdan. Bu qalpaqni menga bir yaqin do'stim sovg'a qilgan. Acaba men o do'stimga o'xshamam deganman? Dedi Wang Ling ochiq ta'ni bilan. So'rin talat beshini ko'tirib Wang Lingga qarab cho'chiblik ketdi. Sen o'lmabsan-ku. Bu qanday mumkin bo'lsin? So'rin talat qattiq qo'diqib ketganlikdan o'rindiqdimi o'ltiramasdan orqasiga yiqilib tushdi. Chiroyimi murdinikidek oppoq oqarib ketgan edi. Atrofdagilar bo'lsa, yuz berayotgan ishlarga qarab, hayronligidan og'izni ochib qolgan edi. Qarag'anda birasi sana mening o'lim xabarimni yetkazgan o'xshamamda. Yoki mening o'lishimni xohlaydigan o'xshamamsan? Dedi Wang Ling hech nimani bilmagan qiyofatda. Bu vaqtda ilqi so'rin talatmi ozroq hoshini yig'di. Yo'qsa, Peqir sizni ko'rib bak huduqib ketgachga xato so'zlab qo'yibdiman. Oldin qaytimmi oz pulimni utmagan tursangiz, bundaq tursa kimni qo'rqmasin? Shundaqmi? Bu vaqtda bayotining yaqin nimish bo'g'inni bilmay turgan qamarvozlarmi paraqqa kulib tashladi. So'rin talat bo'lsa yana so'zlashga boshladi. Bugun Peqirning ancha mijozim yo'q. Qalpig'ingizmi sizda qolsin. Qamarni keyingi qaytim o'ynasak qandaq? Wang Lingning maqsadi qamar o'ynash bo'lmag'achqa, bu gap uningga xush yoqdi. Bo'pti, shundoq bo'lsin. Amsa menmi mang'ash turay. U shundoq degunicha so'rin talatdan qalpig'ini ilib qamarxondan chiqib ketdi. U so'rin talatning zodi nega bordiganligini bilish uchun qamarxondan chiqqandan keyin sal nerisidagi bir oshxonaga kirib, tomoq buyurtqach, so'rin talatning qamarxondan chiqishini saqlab turdi. Bu vaqtda qamarxondagi so'rin talatmi Wang Lingning tegi taktini surishti qilyotdi. Chunki u Wang Lingning undaq oddiy odam emasligini his qilgan edi.
azaldan o qasligan odamning birasimi hayot qalanmagan edi. Wangning bo'lsa ularning tunchisi edi. So'rin talat bu qimorxondagi pul desa ota-onasini sotadigan birsini bilatdi. U uningga ozroq pul berib, Wanglingning tegi takdini, necha vaqtning yoqi kim bilan ko'rishganini bilishga buyurdi. O'zi bo'lsa qimorxondan chiqib, Udul qabristonlikka qarab yo'l oldi. Bu vaqtda oshxondagi Wangling So'rin talatning qimorxondan chiqqanini ko'rib, to'ydirmasdan uning keyindan agishib mangdi. So'rin talat shu mang'anicha Udul qabristonlikka kirib ketdi. Uning keyindan agishib kelgan Wangling bo'lsa, uning qabristonlikka kirib ketganini ko'rib, qo'rqindan qitibli qolgan edi. Acaba o olvasdımıdı? Olvasdı bulması qabristonlikka kirib nima ish qiladi? Odatda kishilar bu qabristonlikka qarashdimi qo'rqadigan tursa, uning qabristonlikka kirib ketganini sodiq qanday tushunish kerak? Bularni o'ylagancha Wanglingning beshi qetib ketdi. U bularni Yong'iga xabar qilish uchun kayniga yinib, Udul Yong'ining uyiga qarab yo'lga chiqdi. Wangling Yong'ining uyiga kelganda, u o'ylisida Wanglingning xabarini kutib o'ltirdi. Hey, oxir kelding. Qanday bo'ldi? Men degan ishlarni o'rindidingmi? Butunlay undaqmi emas. Lekin uning nada turdiganligini aniqladim. Wangling shundoq degunicha bayatın yoqi yuz bergan ishlarni Yong'iga so'zlab berdi. Undaqda xato ko'rib qolmagansan, ha? Yo'q, hargiz xato emas. Menmi uning qabristonlikka kirib ketganini ko'rib, qo'rqqanimdan Udul yeninga keldim. U olvasda emas-ku, ha? Ay, o'sroq gap. Olvasda qandaqsiga qimorxonaga berib qimor o'ynay oladi. Lekin uning qilganlaridan qaraganda, u odatdagi odam emas. Uni o'ltirmikimizmi xeyli tas o'xshaydi. Odatda Azrail qo'nchoqni biladiganlar undaq jin arvohlarning makoniga berib uxlashdimi qo'rqadigan tursa. Meningcha u jasad egisi o'xshaydi. Nima? Jasad egisi? Wangling yaqinda yuz berayotgan ishlarni faqatla qabul qilinmay yotadi. Avval Laoyangning o'limi, ondan Azrail qo'nchoq. Endi bo'lsa jasad egisi degan yangi hukm uni sarang qilib qo'yayli degan edi. Bu asarning davomiga